Bu davlatda meni so'roq qiladigan, qo'llarimni bog'laydigan odam yo'q. Bularni qilgandan keyin esa tirik qoladigani yo'q. Kimga gapiryapman? Og'zing bog'liq holda duoibat qilsang nima bo'ladi? Aqlli bo'ldi, ovozingni o'chir. So'ralganda gapirasan. Mard bo'linglar. Savol beradigan bo'lsalaring ko'zimga qarab so'ranglar. Bizni berilmaydigan javobimiz yo'q. Qaroqchi og'zi bilan tashkilot bilan gaplashasan. Davlatning huzurida bo'lsang tarbiyali bo'l. Qaysi davlat? Sen xiyonat qilgan davlat. Meni xoin deydigan odam onasidan tug'ilmagan qani. Bu millat uchun nima ishlarni qilmadim? Sizlar issiq joyda yotganlaringda men tog'u toshda yotdim. Meni xoin deya olmaysizlar. Rahmat Arslonim. Davlat xizmat qilganlarini unutmaydi. Ichkaridagi ham ko'p xizmat qilgan ko'rinadi. Ular davlatning kuchini o'z kuchlari deb o'ylashdi, Arslonim. Davlatning qaysi kuchi Aslanbeyni o'ldirgan, shuni bilishni istayman. Sen mafiya otasisan. Bu bizning ichki ishimiz. Vazifangni ado etding. Mukofotini albatta olasan. Men so'zimni ustidan chiqdim. Kelishda otishim yoki so'roq qilishim mumkin edi. Sizni ichki ishlaringizga qiziqmayapman. Ikki savolimga javob berishingizni istayman. Aslanbeyni kim o'ldirdi? Makonlarimni nega bosishdi? Nega bosardi? Pul uchun bosgan. Buni o'zidan eshitib ketaman. Aslanbey studio, yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Mayli, ammo ovozingni chiqarma. Bular kalamush shtirlashining qaysi biriga tegishli ekanligini 40 yil unutishmaydi. Afsus bolam, afsus. Sizlarga ko'p mehnatimiz singan. Badali to'lanmagan mehnat bizda yo'q. Sen bularni qo'y. Savolimga javob ber. Abbosni o'ldirish amrini kimdan olding? Davlat siri. Men bilmaganimga qaraganda davlat siri emas. Bilmasang davlat emassan. Seni tuqqan ayolni taniyman. Aqlingni yig'. Men buyruqni bajardim. Boshqa aytadigan narsam yo'q. Makon bosish, pul olish amrini ham oldingmi? Menga ro'yxat berildi. Jinoyatchilarga yordam bergan ishbilarmonlarning ro'yxati. O'sha ro'yxatdan boshqa birov bilan ishim bo'lmadi. Ikkala buyruqni ham bir joydan oldingmi? Buyruqlar bir joydan olinadi. Kimdan? Abbos Usto'g'li bizdan mustaqil ish olib borardi. Afsuski, u sizni xafa qilib qo'ygan narsalarni yaratgan tashkilotga ishlardi. Qanaqa? Tafsilotlarni sizga ayta olmayman. Qallig'ingiz kabi juda ko'p odamlarni yetishtirib, o'z vakolatidan chiqqan holda ko'plab noqonuniy ishlarda foydalandi. Ali tashqi ishlarga ishlardi. Qanday noqonuniy ishlarga kirishi mumkin? Agar qabrdan chiqqan suyaklar unga oid bo'lmasa, noqonuniy ishlarni davom ettirish uchun borliqlarni yo'q qilishgan. Hujjatlarda Alijondan yo'q. Alijondan hozir kim? Davlat odamimi? Qaydlarga ko'ra o'lgan. Jihattining qaydlariga ko'ra-chi? Buni sizga ayta olmayman. Unaqada menga qanday yordam berasiz? Sizdan iltimosim, advokat xonim, bu ishlar juda nozik masala. Jamoatchilikning diqqatini bunga tortmaslik kerak. Ishoning, biz sizdan ko'ra ko'proq haqiqatning ochilishini istaymiz. Biz albatta bu muammoni hal qilamiz va sizga bu mavzuda ma'lumot berib turamiz. Xo'p, men sizga qanday yordam bera olaman? Qallig'ingizga oid qo'lingizda nima bo'lsa bersangiz, iltimos qilamiz. Xususan sizdan boshqa aloqa qilgan odamlar. Biz oilasiga zarar yetkazishni istamaymiz. Shuning uchun bitta qo'ldan, ya'ni sizdan olsak yaxshi bo'lardi.
Nima kerak bo'lsa qilaman. Juda yaxshi tayyorlangan avariya. Avariya bo'lgan joy, tanlangan manzil, unga urilgan mashina, mashinadan otilgan temirlar. Temirlarning mashinani teshib, Xusrav Bekir o'g'lining yelkasidan kirib ko'ksidan chiqishi buning avariya emas, jinoyat ekanligini ko'rsatyapti. Bular aniq dalillar emas, advokat xonim. Mashinani avariya joyidan topilgan izi yuk mashinasiga tegishli emas. Balonlarning almashtirilgani aniq. Tekshirish natijalariga ko'ra, aksi yozilgan bo'lsa ham, tekshirishdagi rasmlarga ko'ra, tana o'sha temirlarning kirishidan ko'ra kamroq yaralangan. Siz aytgan xususlar birinchi qarashda seziladimi yoki Aytganimday juda yaxshi tayyorlangan avariya. Prokuraturaga kerakli ma'lumotlarni beramizmi? yo'q, advokat xonim? Faqatgina oilasiga bildiramizmi? Yo'q. Sabab? Jonon xonim, bizning ishimiz hamma eshitishni istagan natijalarni qo'lga kiritish. Xusrav Bekir o'g'li avariyada o'ldi. Bu davlat uchun ham, oilasi uchun ham yagona haqiqat. Bu dalillarni yashirish-ku. Yo'q. Dalillar ma'lum. Yashiriladigan yagona narsa bilganlarimiz. Shu yerdaman, Nargiz. Yoningdaman. Ko'rdingizmi, dada? Doktor aytgandi, tuzaladi degandi. Ko'ryapman, qizim. Doktorni chaqirsakmikan? Oyim bu yerda emas, tashqarida tuzaladilar. Men ularni tuzataman, so'z beraman. Tashqarida qanday bo'ladi bu Safiya? Balki tashqarida tuzalishi mumkindir. Bilmayman. Boshim qotib qoldi. Dada, iltimos, menga ishoning. Oyimga ham yaxshi bo'ladi. Men xavfsizlikni ta'minlayman. Tuzalishi uchun nima kerak bo'lsa qilinsin. Efe kim? Men buyruqsiz bir qadam ham tashlamadim. Mana ko'rib turibsizlar. Nima qilgan bo'lsam davlatim uchun qildim. Meni yo'q qilmoqchi bo'lganlar bo'ldi, bo'ladi ham. Ammo xiyonat bilan ayblab emas. Yoqub Jamil kabi dorgosiylar, agar stulni tepib o'zimni osmasam nomard bo'lay. Nima istaysizlar? Nega jim turibsizlar? Aytadigan gapingiz yo'qmi? Ko'zlarimni bog'lab meni pastga ura olmaysizlar. Qalani tong otguncha bizga bermasalaring 6 ta bomba portlaydi. 6 ta. Istanbulni havoga uchiramiz. Dunyoni boshingizga yiqitamiz. Qalani biz olmadik. Men gapimni aytdim. Kim olgan, kim tekkan, qayerda, qanday bo'lgan meni qiziqtirmaydi. Tong otguncha pala topilmasa, dengiz qon bo'ladi. O'lgan nom bo'ladi. Haddingdan oshma. Biz sizga bo'ladiganlarni oldindan aytgandik.
Sizlar qaroqchilik qildinglar. Kim olgan bo'lsa, bor, o'shandan hisobini so'ra. Bizga qildirgan barcha ishlarni, ana u Abbosni, portlagan bombalarni kunduzi televizorda ko'rasan. Mendan xabarsiz biror jinnilik qilmanglar, Bedir. Seni bu yerda buncha yaxshi ko'rishadi, Halil Ibrohim bey. Qovurg'a bor, yeydigan yo'q. Seni ko'rish 3 soatimni oldi. Boshqaruv juda qattiq qo'l, Sayfullo. Ismingdan nega kelganingni bila olmadim. Gap shunday, Halil bey. Do'stlaring seni bu yerda bo'lishingni istashmayapti. Men o'z joyimdan xursandman. Menga muxbirday muomala qilma. Seni bu yerdan olib qochadigan yagona kuch bor. Shuni aytsang, u tushunadi deyishdi. Buni kim qiladi? Bu ish qachon bo'ladi? Jiyanim. Tushunmadim. Polat Alamdar. Duranni jiyani. Bu yerda nomini eshitdim. Jinniligini ham eshitgandirsan. Seni bu yerdan chiqarish aqlga sig'maydi, ammo qat'iy turib oldi. Ahd qilgan. Chiqaraman deyapti. Bu yerdan chiqishning yo'li bo'lganida 7 yil bu yerda yotmasdan. Yo yana 30 yil bor yoki bir umid bor. Qolganini o'zing bilasan. Qachonga mo'ljallayapti? Ertadan boshlab xabar kut. Toza havo yaxshidir. Hovlida quyoshga chiq, chirimaysan. Sayfullo, men bu yerga o'lishga kelganman. Yo chiqaman, yo o'laman. Boshqa yo'li yo'q. Xabarni jo'nat. Jiyaningga salomimni ayt. Aytgan joyda, aytgan vaqtida bo'laman. Agar ishni bajara olmay qolsa, sharmanda bo'laman. Unaqada jiyaningni ham, yuborganni ham tanimayman. Usta, sen bunaqa sinchiklama. Tezroq bo'l. Kabillarni mana bu yerdan olib kelgandik, og'a. Shuning uchun o'ylanib qoldim. Xo'p, yaxshi, qo'ling dard ko'rmasin. Menga yo'laklarni, hujralarni chizib ber. Qayerda kabel bor, qayerda truba bor. Ularni chizmasdan aqlimga kelmayapti, og'a. Bo'pti, sen bilganingcha chizaver. Kanalizatsiya kirish chiqishlarini bilasanmi? Og'a, ularni bizga ko'rsatishmagan. Devorlarning qalinligi qancha edi? Betonni kim to'kkan bo'lsa ham kompressor tesha olmasdi. Anchagina qalin. Yana bo'lmaydigan ishni boshladik. Qiziq. Seni chaqirishlari, sen bilan gaplashishlari. Menimcha, Alining qayerdaligini va kimligini bilishadi. Nega bunday deyapsan? Qayerdan bilishardi? Bularning hammasi bir-birini bilishadi. Aslan amakini xorijda odami bo'ladi-yu, bularniki yo'qmi? Masalan, Ali bilan boshqa xodim bir-birlarini razvedkachi ekanliklarini bilishmaydimi? Albatta bilishgan, ammo Unaqada avariyada o'lmaganini ham bilishadi. bu ikkisi alohida mavzu, Elif. Maxsus ish uchun bo'lsa bilishmaydi. To'g'rirog'i bilmasliklari kerak. Sovqotdingmi? Titrab ketdim. Devorlar yangilangan, ammo bilmasam, odam yomon bo'lyapti. Men, sen shu yerda o'q yedik bo'ladi.
Ha mayli, Neyse. o'tib ketdi. Geçen geçti. Sen iyi O'zing yaxshimisan? Yaxshiman, faqatgina o'ylayapman. Yok. Yo'q, onu demiyorum. buni aytmayapman. Genel olarak. Umuman. Ben kafanı Ali deb boshingni qotiryapman-ku. Hiç sormadım. So'ramadim ham, İyisin, yaxshimisan, ne nima yapıyorsun? qilyapsan? Suç işledin Jinoyat mi? ishlaring bo'lyaptimi? Hatun mevzu Ayollar olmaz. mavzulari qalay? Bo'ladi desa ham bo'ladi. Hı, belli. Ko'rinib turibdi. Koltuğun Bekordan bekorga arkasında kresloyingdan olmaz turmaysan. Yaxshiman. Nima? Qalaysan deb so'raganding-ku. Benden daha Mendan iyisi. yaxshirog'ini topolmaysan. Seni tushunmayapman. Og'zingdan ali tushmayotgandi. Endi esa bunday deyapsan. Ne yapayım? Nima qilay bo'ladi? Ali Ali ölmüş. o'lmabdi. Yas tutacak Azatitib biri yok. o'tirmayman. 2 2 yildan beri hech bir ayolga tegmadim deb menga hech kim tushuntirmasin. Bo'lmag'ur gaplarni gapirma. U xotinbozlik qilish uchun hayotidan voz kechganmi? Aslida senga nima bo'lyapti? Gözümün içine Ko'zlarimga bak, tikilib muz qaymoq yeyishni bilasan. Ne oldu şimdi? Nima, endi qo'rqyapsanmi? Elif, meni ishim bor. İşim gücüm var. Qani bor azizam. Hadi canım. Geç. Kech bo'lib qoldi. Çok kaba. Juda qo'polsan. Çok Juda go'zalsan. Gerçekten. Rostdan ham ishim ko'p. Bir de şu Yana bu görüşmeyi uchrashuvingni o'ylab ko'rishim kerak. olağan bir durum Shaxsan değil, o'zi adamın sen bilan kafasını uchrashgani g'alati. Polat. Po'lat, Sevgili. sevgiling bormi? Senin var. Seniki bor azizam. Bu ish uchun davlatni odamiga qanday ishonishimiz mumkin? Davlatni makonidan odam chiqaradigan bo'lsang, davlatni odamiga ishonasan. Chiqarsak, biz bilan ishlashiga aminmisan? Uni u yerdan chiqargan bilan Halil Ibrohim ishlaydi. Peki. Xo'sh, qachon bo'ladi bu ish? Juda tez orada deyishdi. Pulini eshitdi, yugurib qiladi bu ishni. Ozgina krediti qoldi. Men ham bilaman, Pala ham biladi. Bu uning oxirgi imkoni. Son Oxirgi imkoni bor odam juda omadli emas. Ibrohim bey, eplolmasa bu ish unga tushadi. Bizga emas. O'g'ubey, palani bermaslikka imkoningiz yo'q. Davlat imkon bilan boshqariladimi, Mito? Ham odamni killer sifatida ishlab, ham aniqlashsin seni, ham tahdid qilib odamni ol. Istanbul portlarmish. Portlasin. Men to'p ovozini ko'p eshitganman. Buyruq oldim. Men buyruq bermadim. Siz oladigan joydan oldim. Abbos bilan nima ishim bor edi? Borib minani bosgan u. Sen kabi sayoq oyoq axlat bosmabdi. Mito, seni ham, senga buyruq berganlarni ham o'zim minaga o'tkazib portlataman. Yo'qol oldimdan. O'g'ubey, 6ta maktabga bomba qo'yishgan. Meni vazifamdan oling, qamating. Ammo buning hisobini na siz, na men va na boshqasi bera oladi. Bu jonivorlarni birga yaratdik. Birga yo'q qilamiz. Qachon bu mamlakat qiyin ahvolda qolgach maktablarga bomba qo'yadigan jonivorlarni yaratdi? Siz kimlarga dushmansiz, ablahlar? Ichkarida shoqol vatan vatan deb baqiryapti. Tashqarida laychalar maktablarga bomba qo'yyapti.
Biz yetishtirgan odamlar dushman davlatida ham maktabga bomba qo'yishmaydi. Siz aslan yetishtirganlarni to'plang. Biz bularni to'playmiz, O'g'ubey. Hamma o'z bog'ini tozalasin. Ularni hammasini bu shoqollar necha kishi bo'lsa, paketlab menga bermasalaring, paket seni quchog'ingda bo'ladi, Mitat. Esab, Ne yaptınız abi? pala ishini nima qildingiz, og'a? Anlatmayacak Aytmaysizmi? Memati, davlatdan qarzimiz bor edi. Imzo qo'yib pochta orqali to'ladik. APS'li ödedik. Anlamadım. Tushunmadim, og'a. Bilishimiz kerak narsani bildik. Qolganini davlat aniqlasin deb topshirdik. Qarzimizni to'ladik. Xudoga shukr. İçim iyi Shu ishni deb rosa siqilib yurgandim. Po'lat og'a, u odamni bizga foydasi yo'q ekan, meni gulimni nega so'ldirdinglar? Jiyan, nima bilgan bo'lsang bizga ham ayt. Bu odam nima qildi? Bizni makonlarni nega bosibdi? Eng katta ishlari nima ekan? Men ham shuni aytmoqchi edim. Memati, bu odamga bir ro'yxat berishibdi. Bulardan pul olinglar deb. Ro'yxatdagi odamlar tashkilotlarga yordam berishyapti ekan. Sen ham harakat qil, shunga qarab ish qil. Tushundim. Eng katta ishlari esa tog'a. Aslan amakini shular o'ldiribdi. Bular sog' qo'ymaydi, jiyan. Aniq emas tog'a. Koshki otib quduqqa tashlasak edi. Biz davlat odamlariga qurol to'g'irlamaymiz, Abdulhay. Nima hisob-kitoblari bo'lsa o'zlari hal qilsin. Bir marta senga ham tegishdi-ku, jiyan. Hech narsa qilib bo'lmaydi tog'a. Aytganingizdek tegishdi. Hozircha faqat qo'limizga tegishdi. Teginmasak shunday o'tib ketishadi. Bo'lmasa teshib o'tishadi. Qamoqxona ishida menga ishonmanglar, og'a. Meni kayfiyatim yo'q. Sensiz bo'lmaydi, Erxon. Ammo siqilma. Bu ishing o'tmaydi. Na kirish mumkin, na chiqish. Odamga vaqtini aytdik. Hovliga chiq dedik, jiyan. Kutsin, ishi nima? 30 yil uchun kutsin endi. Bir yo'li bo'lishi kerak. Bir yo'li bo'lishi kerak. Otadigan bo'lsang ot. O'sha kun ham keladi. Og'a, menman. Tuzukmisiz? Qo'llarimni yech. Hammasi javob beradi. Endi davlat ham yo'q, millat ham.
buradan kaçış. Bu yerdan qochish yo'q. Beni nasıl çıkaracak? Meni qanday chiqaradi? Sen Sen meni bu yerdan çıkartıyorsun. chiqar, men seni osmonlarga olib chiqay. Uxlamadingizmi usta? Bitta yo'li bor, Memati. Haloni o'chiramiz. Nasıl? Qanaqasiga? Memati, menga litsenziyasi olib qo'yilgan mard, pulga ehtiyoji bor vertolyot uchuvchisini top. Usta hanım. Bir zumda urib tushirishadi. Tepalarida vertolyot uchirisharmidi? Sen topaver. Qo'nish muammo emas, ko'tarilish muammo. Oxirgi nuqtani uramiz, keyin bir muddatga yo'q bo'lamiz. Keyin esa birma-bir hammasini yo'q qilamiz. Mehmonxonada tuzoq qo'yganlarni, meni tuttirib so'roq qilganlarni, o'sha pulni og'zimga tiqqanlarni, odam ottirib ortga chekinganlarni tirik qo'ymayman. Mehmonxonada qanday tuzoqqa tushdik, og'a? Kim qanday jur'at qildi bunga? Yaxshi yetishtirilgan odamlar edi. Albatta topamiz. Halo ishini nima qilamiz, og'a? Qamoqxona mudirini o'rganinglar. Kim ekan, kimi bor ekan, qayerda ishlagan, bola chaqasi bor ekanmi? Qamoqxonaga qanday kiramiz? Politsiya mahkamasiga qanday kirgan bo'lsak? Halovni qanday olib chiqamiz? Yo mudirni mashinasi bilan yoki tez yordam bilan. Uni bir o'rganinglar, qolgani oson. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim, müfreze dağı sarar, dağda kaçaklar arar, geçit vermez kayalar. Hızlan be Halil İbrahim. Dağda kızıl ot biter, İçinde keklik öter, eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim. Halov, odobli bo'lish qoptimi? Hujjatlarini saqlab qo'yganman, qizim. Juda yaxshi, Nazifona. Necha kundan beri xayolimda biz Alini yetimxonadan qanday oldik. Bizni bu ishga Sabohat xonim undagandi. Xudo umrini uzoq qilsin. Ismlaringizni yozdirib qo'yinglar bo'ldi dedi. U paytlarda bola asrab olish juda qiyin edi. Bilishimcha ko'p kutmagansizlar, a? Yo'q, kutmadik. Avval bizga 62-navbatda siz deyishdi. Sabohat xonim sizlarni kayfiyatlaringni buzmaydi degandi. Bir necha kundan keyin qo'ng'iroq qilib qoldi. Sizlarga mos chiroyli bir bola bor dedi. Bu nima, Nazifona? Umar afandi chidolmabdi, qizim. Chiqarib olib ketdi. Har kirganimda menga ham g'alati bo'lyapti, ammo bir tomondan o'lmaganini xotirlatgani uchun xursand bo'lyapman. Ali ismini sizlar qo'ydinglarmi yoki ismi Alimidi? Ismi Ali edi. Biz istagan ism ham Ali edi. Mana, hammasi shu yerda, qizim. O'zini osibdi. Shuhrat uchun odam otgan o'zini osarmidi? Shunday deganmi, og'a? Unda nega otdi? Terror guruhining ishi emasmi? Tashkilot odami emish. Emish. O'qiganingga ishonsang har eshigingga yig'laysan, ukam.
Qara, bu bechora ayol oyna artayotganda yiqilib o'libdi. Unda qon bosimi bor ekan. Nazifa onada ham bor, onangda ham. Oynalarini esa o'zlari artishadi. Yiqilishyaptimi? Og'a, men ishonishni istamayman. Hammasi bunaqa sistemali bo'lishi mumkin emas. Eren, Aslan amakining o'ldirilishi sistemaning ishi. Buyur o'rta sharqni buyuk odami. Ishni yopish uchun odam ham topishadi, odam ham yo'q qilishadi. Yaxshi og'a. Shuncha odamni yo'q qilmasdan bu ishni qilish olmaydimi? O'lim o'lganlar uchun intiqom, qolganlar uchun esa ibtido. Aslan amaki bilan bir davr tugadi. Bilmasak ham aniqki, u o'z davrini qon bilan qurgan. Hozirgilar ham o'z davrlarini qon bilan qurishyapti. Bu ishning tabiati shunaqa. Xo'p, Anqaradagilar nega jim turishibdi? Ishni boshida Anqara, ukam. Hech kim jim turgani yo'q. Sekin, sekin, oyi. Shoshadigan joyimiz yo'q. Dadam pastalar. Ular ham juda hayajondalar. Menga Efe kimligini aytishmayapti. Jahlim chiqyapti. Nega mendan yashirishyapti? Men yosh bo'lamanmi? Efe. Qani onajon, sekin sekin. Charchasangiz dam olamiz. Bo'ldi oyi, Efeni oldiga ketyapmiz. Yoqimli ishtaha afandim. Rahmat, Firaye. Qo'llaring titrayaptimi? Ha, afandim, biroz hayajondaman. Nega? Sizlarga yaxshi xizmat qilishni xohlayman. Xato qilishdan qo'rqaman. Qo'rquv odamni xato qilishga undaydi. Qo'rqadigan narsa yo'q. Rahmat. Sofiya tinmay Efeni so'rayapti. Aytamiz. Bilishga haqqi bor. Mendan nafratlanadi. Onasi ham nafratlangandi. Go'yo jahlidan tushganday. Vaqt qilich. Vaqt. Nargizni hayotga qaytishi hammamizning hayotimizni o'zgartiradi. Agar eplay olsa albatta. Yetti yildan beri mehmoningizman. Ishonchsizlik bildirilishiga sabab bo'ladigan hech narsa qilmadim. Sog'lig'im yomonlashgani uchun ko'proq ochiq havoda bo'lishni xohlayman, mudirbey. Xavfsizlik yuzasidan aylanish vaqtingizni qisqartirgandim. Ammo sog'liq sababli buni talab qilsangiz, qarshiligimiz yo'q, Halil Ibrohim bey. Sog' bo'ling. Rahmat. Yana bir iltimosim bor. Eshitaman. Ochiq havoda yolg'iz bo'lishni istayman. Bundan buyon hech kimga ishonmayman. Albatta. Hech kim sizni bezovta qilmaydi. Memati uchish topsak bo'lgani. Yuk mashinasi tayyormi, tog'a? Uni kim haydaydi, jiyan? Erxan, hayday olasanmi? Velosiped haydaganday haydayman. Faqat meni ko'ndirishingiz kerak. Odobli bo'l. Bu yer boshlang'ich maktab emas. Erxan, sen avval men istaganimday hayda. Ishimiz bitsin. O'shanda mashinani istagan narsang bilan to'ldirib beraman. Bo'pti, unaqada. Qarang qanday oson ko'naman, tog'a. Mototsiklni nima qilamiz? Ikkita mototsikl tayyorla, Abdulhay.
Sakın bana Faqat bulamadım topolmadim demek dema, lazım. Memati. Ne zaman Qachon bunaqa deganman? Adam tam bir G'ir jinnisini topdim. Biz Aqllisini nima ham qilardik, Memati. Helikopter Bu polisi- politsiya vertolyoti bo'ladi. onu bul. Buni endi topolmayman. Büyük U konuşma naqada o katta zaman. gapirma. O en- Bu eng osoni. Nevzat, Nevzat, Labay og'a, polis menga yazılı politsiya deb yapıştırmalar yozilgan lazım. yopishtirgichlar kerak, katta bo'lsin. mashinagami, avtobusgami, bannergami, kiyimgami og'a? Helikopter Vertolyotga Nevzat. Nevzat. Bo'ldi, hal qilaman. Raqami necha bo'lsin? PLT bo'lmasin, Nevzat. Og'a, mudirni o'rgandim, ters odam. Bu mahbusni boshiga odamini topib qo'yishibdi. Diyorbakirda ham ishlagan ekan. Kim? Johid bey. Qil Johid. Uydan ishga, ishdan uyga. Bu Johid nomimizni yaxshi biladi. O'zimizni ham taniydi. Joyidan tutmasak haloni bermaydi. Joyidan tutsak ham kimdandir so'ramasdan bermaydi. Hammani oyoqqa turg'izadi. Boramiz, tahdid qilamiz. Qirol, sen uyga borasan. Xotinini boshida turasan. Men oldiga borgandan keyin senga qo'ng'iroq qilaman. Bu jinni xotiniga ziyon yetkazadi. Odobli bo'l, qirol. Bedir borsin unda. Bedir men bilan qamoqxonaga boradi. Tashqarida mashinada qoladi. Shunga qarab harakat qilamiz. Shundaylarmi? Yetdik. 1975-yilda sodir bo'lgan yong'inda bu idoraning barcha hujjatlari yonib Bu ketgan. yerdagi hujjatlarning, papkalarning boshqa bir joyda nusxasi yo'qmidi? 1975-yilda embargo bor edi. Advokat xonim, barcha qog'ozlari qayd qilingandan keyin beriladi. Qanaqa nusxa? Yong'in qanday chiqqan? Bilmasam, u paytlarda zamon notinch edi. Kimdir ichkariga olov tashlabdi. Hamma hujjatlar yonib ketibdi. Yetimxonaga hujum qilinmaydi-ku. U paytda hamma davlat moliga dushman edi. Kimdir tashlaganda? O'sha paytda Sabohat opa degan ayol ishlagan ekan. Sabohat xonim nafaqaga chiqdi. Kadako'yda eski narsalar sotadigan do'kon ochgandi. Ammo inqirozga uchrabdi. Hozir qayerda bilmayman. Hozir qayerdaligini kimdan bilsam bo'ladi? Elchixonadan so'rasangiz aytishlari mumkin. Meni eshitishimcha, u ko'zgunchidan edi. Doktor nerede kaldı? Doktor qayerda qoldi? U ham yonida bo'lsa yaxshi Men bo'lardi. yonlaridaman. Avval o'zimiz aylanamiz. Doktor keyin keladi. Sen bil. O'zing bilasan. Keladi oyi. Qaraylikchi, Efe bog'damikan? Efe deb oyoqqa turdilar. Hamma narsani Efeni deb qilyaptilar. Efeni kimligini menga aytmaysizlarmi? Baban Senga dadang aytadi. Hamma narsani bilasiz-ku. Nega siz aytmayapsiz? babanın Dadangdan anlatması eshitganing daha ma'qul. uygun. Ketdik oyi. Bu Efenikimi? Efe. Efe. Efe.
gitmem. Sizlar boraveringlar, men shu yerda Gidecek bo'laman. yerim yok. Akşam Qayoqqa ham ketardim. böyle oldu. Kechgacha aylanaman. Siz bilan tanishishni istadim. Birga ko'p ishlar qildik. Rahmat. Hech bir molimizni bojxonada qoldirmadingiz, o'tkazib berdingiz. Bundan keyin istagim tijoratni do'stlik bilan birlashtirish. Rahmat Turg'utbek. Kelishingiz juda yaxshi. Ammo bilasiz, men tijoratga do'stlikni aralashtirmayman. Bizni do'stligimiz tijorat ustida. Turkiya energiya tashish maydonida eng buyuk bo'ladi. Nega faqatgina men yutay? Do'stlarim ham yutsin. Men bunaqa ishlarni uncha tushunmayman. Men sizni tushunganingizni tushunmayman, siz menikini. Do'stlik mana shu. Bo'lishish ham shu. Ramazon oyida biror nima ichasizmi? Kuttirib qo'ydimmi? Unchalik emas. Politsiya formasini qidirdim, shunga ushlanib qoldim. Politsiya formasini nima qilasan? Sizlarning aqlingizga kelmagan deb o'yladim. Pastdan tepani ko'risharmidi, qanaqa kiyinganni nima ahamiyati bor? Ishni puxta qilish kerak. Xo'jayin senmisan? Endi sensan. Hunaringni ko'rsat. Pulchi? Nevzat, sen yopishtirayotganingda bu odam pulini sanasin. Yuqorida to'polon qilib yurmasin yana. Ularni yaxshilab yopishtir, uchib ketadi. Havoda uchmasa qo'nayotganda uchadi. Yopiq joyga kiramiz. Hamma uchishini boshidan aytib qo'yay. Yaxshi, hech kim yaqlasha olmaydi. Biz oladigan odam qanday yaqinlashadi? Sen uning o'rnida bo'lsang, qo'sh topsang ham ustiga sakragan bo'ladi. Shoshmanglar, kapitan motorni o'chirsin. Sizlardan juda xafaman. Necha yildan beri Sadribek qachon yonimizga kelarkin deb kutaman. Sadribek nima qiladi? Betayin odamlarning oldiga borib pullarini beradi. Shuncha sarmoyaning darbadar bo'lishi jabr emasmi? Nedimbek, o'tmish bu o'tmishdir. Hozir oldingidan ham ko'proq pulimiz bor.
Juda yaxshi. Yaratganga shukr qilsangiz arziydi. Marhamatini darig' tutmay, qo'llaringizni og'ir mehnatdan qutqaribdi. Menga qanaqa imkoniyatlar beriladi? Qo'ysangizchi, sizni imkonlaringiz oldida biz nima ham qila olardik? Qancha qo'yishni rejalashtiryapsiz? Bittalik. Birdanigami, bo'libmi? Bo'lib. Sizdan mamnun qolsak, nega boshqa odamni izlaylik? Jonim, $1 milliard butun Turkiya xursand bo'ladi-da, men sizlarni xursand qilmaymanmi? Sarmoyadan yemaganingiz ko'rinib turibdi. Juda yaxshi. Yaxshimisiz yanga? Keling. Mudirning Diyorbakirdan tanishim. Ishda edi. Bilaman, meni o'zi yubordi. Uyga bor, senga xabar beraman dedi. Men bir qo'ng'iroq qilay, kutib turing. Yo'q yanga. Xavfsizlik bilan bog'liq masala. Kutolmayman. Biror muammo bormi? O'zi qo'ng'iroq qilib aytadi. Biz begona emasmiz. Biroz dam olamizmi, oyi? Kelyaptilar. Qalaysizlar? Yaxshimiz, aylanib yuribmiz. Oyim yonlarida siz bilan efe bo'lishini istayaptilar. Efe? Nega haliyam mendan bir narsalarni yashirish kerak deb o'ylayapsiz, dada? O'ylayotganim yo'q. Mavrida bo'lmadi. 15 yil gapirilmagan mavzular bu. Efe kim? Oyimning aka-ukalaridanmi? Yo'q. Birinchi farzandimiz. Qanaqasiga? Seni akang. O'lganmi? Yo'q. Sen endi tug'ilganding. Bir kuni men uyda yo'qligimda kimdir dala hovlini bosibdi. Efeni o'g'limni olib qochishdi. Nega? Bittasini aytganini qilmaganim uchun. Bittasi kim, dada? Bittasida Safiya. Faqatgina bir marta xabar yuborishdi. O'g'ling tirik, doim tirik bo'ladi deb. Sen uni topolmaysan deyishdi. Qanaqasiga topolmaysiz? Buning uchun hech kim hech narsa qilmadimi? Buning uchun 30 yil hamma narsa qildim, Safiya. Nargizdan sendan ayrildim. Oilamdan ayrildim, ammo topolmadim. Hayotimda ikkita katta xato qilganman. Bittasi o'g'limga egalik qila olmadim, ikkinchisi o'g'limni topolmadim. Boshimizga baxtsiz falokat tushdi deganingiz shumidi, dada? Ha. Nega oyim haqida gapirayotganingizda buni ham aytmadingiz? Yuzlanishni istamadim. Sizningcha Efe tirikmi?
menimcha tirik. Tuzukmisiz, oyi? Doktor, tez doktorni chaqiring. Oyi! Oyi! Oyijon! Oyi! Hadi bakalım. Qani mahoratingni ko'rsatchi. Og'a, oyog'imizni yerdan uzilishini yoqtirmayman-da. Yürüme. Chiq, Memati. Tepa xavfsizroq. Kech bo'lmasa tiqilinch emas. Nevzat, harakat boshlaganimizni xabar qil. Xo'p bo'ladi. Mendan nima istaysizlar? Ziyobey bu mamlakat uchun juda muhim odam. Bu maydonda eng kattasi. Tajribalarining bahosi yo'q. Ammo Tabiatga qarshi borib bo'lmaydi. Bilasiz, Ziyobey qarib qoldi. Ko'p vaqtini kerak bo'lmagan narsalarga sarflayapti. bitta narsani biling. Meni dadam bilan bog'liq fikrlaringiz bilan ishim yo'q. Meni nega taklif qildilaring? Hammaga kerak narsalar bor. Bolalaringiz dadangizning vorislari. Ular yaxshi kelajakka munosiblar. Agar Ziyobey imkoniyatlarini qaysarlik bilan rad qilsa, bolalaringiz kelajagi uchun siz harakat qilishingiz kerak. Menga tahdid qilyapsizmi? Yo'q, aslo. Biz siz bilan yanada yaxshi kelishishni o'ylayapmiz. Dadangiz qo'lidan kelganlarning eng yaxshilarini qildi. Ammo endi uning davri tugadi. Siz yo uning kuchiga egalik qilasiz yoki cho'kayotgan kemasini cho'kmasidan tark etasiz. Qachon tayyor bo'lsangiz, siz bilan hamkorlik qilish uchun doim yoningizda bo'lamiz. Istanbulga tayinlanganlaringni eshitmagandim. Bizni bilasan, goh u yerdamiz, goh bu yerda. Qanday yordam bera olaman? Halil Ibrohim Kapar. Betob bo'lib qopti. Uni kasalxonaga yuborsang yaxshi bo'lardi, mudir. Bir tekshirib ko'ramiz. Bu haqda gap ham bo'lishi mumkin emas. Shu yerda yetarlicha davolanyapti. O'zining ham bunday talabi yo'q. Ishni qiyinlashtirma, mudir. U bir kunga kerak. Sen chiqarishga tayyorlan. Mas'uliyatni yelkandan soqit qil. U terrorizmdagi voqea joyini ko'rsatib qaytarib olib kelinsa. Bu yer Diyorbakir emas. 92-yil ham emas, bala. Mudir, bu narkotik ishi. Havo shu yerda ham tinch turgani yo'q. Bu ishdan o'zingga yomon bo'ladi. Menga hujjat topki. Menga ham yomon bo'lmasin. Senga ham, bala. Hujjat uyingda, mudir. Bu nima deganing? Qo'ng'iroq qilib so'ra. Odamlarim uyida bo'lsang kerak deb o'sha yerga olib borishdi. Xotiningiz yon yetkazishni istashmayapti. Nima qilayotganingni bilasanmi? Menga qara, jahlimni chiqarma. Aloga sherikmisan deyman. Olaman dedimmi olaman. Tez yordamdan ham voz kechdim. Mashinamda olib chiqib ketaman. Biror gaping bormi? Xotiningga qo'ng'iroq qil.
Avvalo davolashni kasalxonada boshlash kerak edi. Ammo xonim afandining ahvolini hisobga olib, uyda sal o'ziga kelganidan so'ng kasalxonaga yotqizgan ma'qul. Ba'zi ismlarni aytayapti, oyoqqa turyapti. Faqat battar og'irlashib qolyapti. Nega? Hozirgi holatiga sabab bo'lgan narsalar shu yerda sodir bo'lganmi? Ha, Og'irlashishi aytgan ismlari bilan bog'liqmi? Men bilan o'g'limning ismini aytayapti. O'g'li ham shu yerda bo'lsa, tezroq tuzalgan bo'lardi. hozircha yonlarida faqat men bo'laman. 15 yildan keyin o'g'lini eslatgan narsa nima unda? Tuzalishni boshlaganini ko'rsatuvchi alomat ko'rsatilgan ta'sirlar. 15 yildan beri o'g'li doim xayolida bo'lgan. Ammo nega bugun? Nimadir ta'sir qilgan bo'lishi kerak albatta. Eng to'g'risini tuzalgach o'zi aytadi. Bekorga umid qilyapman. O'tirganimga 7 yil bo'ldi. Hech qachon bunaqa kutmagandim. Siz Sabohat xonimni qayerdan taniysiz, Umar ota? Qayerdan bo'lardi? Nazifa xonim tanishtirgan. Bu ayolning Aslan amaki bilan aloqasi bormidi? Bilmayman. Qayerdan ham bo'lsin. Nega qayerdan bo'lsin deyapsiz, Umar ota? Bir marta Sabohat xonimni kutubxonada ko'rdim. Boyaziddami? Ha, ammo u ham kitobga qiziqardi. Salom alik qildik. Tasodif bu. U ayol ham bu ishning ichida, Umar ota. Men Kuzg'unchaga bordim, ammo uyda yo'q ekan. Nega o'tmishni tutayapsan, Elif? Alining bizga qanday kelgani emas, qanday ketgani muhim. Umar ota, kelishi ham bir tasodif bo'lmasa-chi? Tasodif degan narsa yo'q. Ilohiy demoqchi emasman. Bu ham ularning bir rejasi bo'lsa-chi? Biz bilan bog'liq reja tuzarmidi, qizim? Umar ota, farzandingiz bo'lmagan. Bu yaratganning taqdiri. Bir kuni bola asrab olish uchun yetimxonaga ariza berasizlar. Aytaylikki, bu ham taqdiri ilohiy. Nazifona aytganlaridek, u paytlar bola olish qiyin bo'lgan. 62-navbatda bo'lishingizga qaramay alini berishyapti. Mana shu yerda ilohiy bo'lmagan bir ish bor. 62 ta oilada nega aynan biz? Agar Aslan amaki alini rejalashtirib sizlarni yoningizga qo'ygan bo'lsa, ikkita sababi bo'lgan deb o'ylayman. Birinchisi, sizdan yaxshi omonatni saqlaydigan odam topolmasdi. Ikkinchisi, doimiy aloqa, doimiy suhbat. Diqqat tortmaydigan va ma'lum bo'lmaydigan darajada. Bojxonalarda ba'zi muammolar bor. Ularni hal qilishga urinyapman. E'tiborni tortadigan jihat muammolar boshlangan kun Turgut kuyinchining kelishi va hamkorlik taklif qilishi. Javobingiz? Darrov eshikni ko'rsatmadim. Kengash bilan maslahatlashmasdan tamoman rad qilishni ma'qul ko'rmadim. Yaxshi qilibsiz. Birdaniga aloqani uzmang. Bojxonadagi muammolarni tez hal qiling. Xo'p bo'ladi. Men sizlarga aytishni o'ylamagandim, ammo Tunjay Bey aytgandan keyin majbur bo'lyapman. Hammamiz yaqindan taniydigan Jonbozog'li Sadri bugun oldimga $1 milliard hisob ochtirishga keldi. Bundan keyin bizni nog'oramizga o'ynashni istar ekan. U ham Ibrohimning odamlaridan. Og'iz qal'a, pul ko'p, sur'at yo'q. Nima deb javob berding dedim? Qabul qildim. Baribir 1 yil o'tmasdan uni $1 milliard ga qarz qilib qo'yaman-da. Ishonchli emas.
Kengashga yangi odamlar qo'shilganini bila turib, biz haqimizda bilish uchun aloqaga chiqishgan. Nedim sadrini taklifini rad qil. E'tiborni tortadi afandim. İplikchi pulga yo'q deya olmasligini hamma biladi. İplikchi kim tarafida ekanini ham hamma bilsin. Mendek qulingiz bu inqirozdan qanday chiqadi? Issiq pul kelyapti Nedim. Misli ko'rilmas darajada ko'p. Halil Ibrohim Kapar sen bilan ishlaydi. Baronim bizni o'zimizdan ko'ra yaxshiroq ko'radi. Rahmat. Yana narkotik ishiga kiramizmi? Bu mamlakatdagi hamma ishlarni biz boshqaramiz. Tunjay. Aslanbey studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Bu ishni hal qilsak yana 100 ming olaman. Nimaga kelishgan bo'lsak o'shani olasan. Bu ishda qo'lga tushish emas, o'lish xavfi katta. O'lsak hammamiz birga o'lamiz. Unda pulni kimdan olasan? O'lmaslik uchun yana 100 ming. Sen ishingni qil, pul muammo emas. Qamoqxonaga yaqinlashganimizda ularning ahvolini ko'rasizlar. Kafayı yiyecekler. Bo'laqon og'a, bo'laqon, bitta ishni hal qil endi. Bo'lsang-chi. Bunday qilmasliging kerak edi, pala. Yaxshi, yozma ravishda shikoyat qilasan. Baribir javobini berasan buni. Tur Johid, tur. Halo qayerda? Tashqarida. Yaxshi, tez yordamni tayyorlat. Chiqishda mashinaga olaman. Bu yerda odamni umid tamom qiladi. Xato qilishdi. Umid hayotga qaytaradi. Bu qanaqa vertolyot? Mudirim, politsiya vertolyoti hovliga qo'nyapti. Yaxshi, qo'naversin. Qamoqxonaning hamma tomoni ochiq. Bu yerga nega qo'nishyapti? Hovli qaysi tomonda? Chap tomonda. Jandarmlarga xabar beringlar, vertolyotni joyidan qimirlatmasin. Eshikni ochinglar, mahbus qochyapti.
İçindeyim nasılsa